Bitta imoratning korobkasini 3-4 oyda bitirib olasiz. O'zi xalq orasida shunaqa gap bor, fundament 1 yil turish kerak deyshadi. O'zi qursa bo'ladimi? Hop, bu savolga oldin 20 yil oldin men javob bermagan bo'lardim. Sababi 20 yil oldin ham yer sathida, ya'ni yer tagida gruntoviy suvlar bo'lardi. O'shani hisobiga yer cho'kishini maksimal darajada hisoblanganligi uchun 1 yil fundament qurib bo'lgandan keyin turish holatlari bo'lardi. Lekin hozirgi kunda qurilishda Toshkent shahri atrofini aytayapman va Toshkent shahrida qurilishda juda ko'payib ketganligi uchun yer osti suvlari ham hammasi qochib ketgan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hatto hozir 10 yil oldin qurilgan imorat bilan hozirgi qurilgan imoratlarni to'laligicha tubdan farqi bor. Ya'ni hozir zamon rivojlangan sari quruvchilarimiz ham, prorabchilarimiz ham, o'sha brigadadagi ishlaydigan quruvchilarimiz ham hammasi opti oshgan sari imoratni qurish darajasi, imoratni qurish yo'nalishi tubdan o'zgarib ketganligi uchun hozir unaqa holat yo'q. Ya'ni fundamentni quyib qo'yding, 1 yil tursin, yarim yil tursin, unaqa narsa yo'q. Imoratni qurdingiz, izolyatsiya qildingiz va plitani bosganingizdan keyin birinchi, ikkinchi qavatni bemalol ko'tarib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Imoratni hozirgi kunda qattiq qurishingizdan qat'iy nazar обязательно yarim yil yoki 1 yil kutishingiz shart emas. Naborot, yutqizish holati ko'proq bo'lib ketadi hozir. Imoratni boshladingiz, kotlavanni qazdingiz, fundamentni quydingiz, plita bosdingiz, birinchi, ikkinchi etaj tomni yopdingiz, bo'ldi. Kirib remontini qilaverasiz. Hozir unaqa cho'kadigan vaziyat emas. Ya'ni aytganimdek, yer qarida suv yo'q. O'shaning uchun bitta bosganda oxirigacha qurishni men maslahat bergan bo'lardim. Salomat bo'linglar.